Hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan bu yurak qon tomir kasalliklari. Yurak qon tomir kasalliklari bosh miya bilan bog'liq holatlarda bu bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi, ya'ni insult holatlari. Insult bu bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bemorda miya faoliyati bilan bog'liq tanadagi a'zolardagi boshqaruv buzilishi, bemorlar juda og'ir holatlarga olib keladigan kasallik. Asosiy bunga olib keluvchi sabablardan qon tomir, ya'ni qon bosimini juda baland bo'lishi, qo'shimcha hamroh kasalliklar, ya'ni yurak eshigi kasalliklari, qandli diabet kasalliklari, semizlik, noto'g'ri harakatni kamligi, insult holatlari olib keladi. Bugungi kunda biri hisoblanadi, ya'ni yurak qon tomir kasalligi. Birinchi o'tkir davrida bemorda harakat qilinadi, hayotga ya'ni insultdan keyingi qoldiq asoratlarni kamaytirish ko'pincha uchraydi bemorlarda. Qo'l oyoqlarda falajlik, nutqdagi bo'lkin o'zgarishlar, ko'rish, ko'rishda, gapirishda, yutinishdagi muammolar kelib chiqadi. Klinikada insultdan keyingi holatlarda shu nogironlikni kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida ham bemorlar bo'yicha faoliyat olib boramiz. Ya'ni maqsadimiz bemorda doimiy yotoqda qolmasdan o'ziga xizmat ko'rsatadigan holatga olib kelish, kimnidir qaramog'iga muhtoj bo'lmasdan o'ziga o'zi xizmat ko'rsata oladigan holatga olib kelish asosiy insultdan keyingi natija hisoblanadi.